أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 51. Sure Zariyat Mekke'de nazil bo'lgan 60 oyat. Nahayt şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Tuproqni so'rg'uvchi shamollar bilan qasamki, yomg'irlarning eg'irligini ko'targuvchi bulutlar bilan qasamki, suv ustida yenik mang'uvchi kemalar bilan qasamki, ishni, ya'ni bandalar orasida rizqlarni, yurtlar orasida yomg'irni taqsim qiluvchi farishtalar bilan qasamki, sizlarga va'da qilingan savob, azob, qiyomat qatorliqlar albatta rostdir. Yaxshi amallarni mukofotlash, yomon amallarni jazolash cho'qim bo'ladigan ishdir. Yo'llari ba osmon bilan qasamki, payg'ambar haqida sizlarning so'zinglar haqiqatan xilma-xildir. Alloh taolaning ilmi azalisida hidoyatdan burib etilgan odam Qur'onga va Muhammad alayhissalomga iymon keltirishdan burib etiladi. Kazzablarga la'nat bo'lsinki, ular jaholatga cho'mgan bo'lib, oxirat ishidan g'aflatdadir. Ular Rasulullohdan qiyomat qachon bo'ladi deb so'raydi. U bo'lsa u kunda do'zaxda azoblanadigan kundir. Do'zaxga muakkal farishtalar ularga sizlarga qilingan azobni tetinglar, mana bu sizlar dunyodagi cheg'inlarda oldiratgan narsadir deydi. Shubhisizki, taqvodorlar jannatlarda va eqib turgan buloqlarning orasida bo'ladi. Ular Parvardigori ato qilgan narsalarni qabul qiladi. Ular buningdan ilgari, ya'ni dunyodagi chaqda yaxshi ish qiluvchilar edi. Ular kechasi oz uxlaydi. Ular saharlarda Parvardigordan mag'firat tilaydi. Ularning pul mollarida soillar va iffatlikligidan soillik qilmaydigan muhtojlar huquqqa ega edi. Ya'ni ular soillarga va muhtojlarga sadiqa qiladi. Zaminda va o'zinglarda Allohga chin e'tiqod qiladiganlar uchun Allohning qudratini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Buni ko'rmamsizlar. Osmonda sizlarning rizqinglar bor. Sizlarga va'da qilingan savob bor. Osmonning va zaminning Parvardigori bilan qasamki, sizlarga va'da qilingan narsa o'zinglarning so'zlayotganinglardek haqdir. Ey Muhammad, sana İbrahimning hurmatli mehmonlarining xabari yetdimi? O'z vaqtida ular İbrahimning yeniga kirib salom dedi. İbrahim salomni ilik oldi. Ichida notunish odamlar dedi. Shuning bilan u asta oilasiga chiqib, pishirilgan bir semiz mo'zayni ib kirib, ularning oldiga qo'yib yemamsizlar dedi. Ularning tamoq yemaganligini ko'rib, dilida ulardan qo'rqdi. Ular qo'rqmag'in, biz Parvardigoringning elchilarimiz dedi. Ular İbrahimga bilimlik bir o'g'il bilan xushxabar berdi. İbrahimning ayoli so'ran selib kelib, ajablanganligidan o'zining yuzini qachatlab, "Men tug'mas mo'may tursam, qandoq tug'aman?" dedi. Ular Parvardigoring shundoq dedi. U haqiqatan hikmat bilan ish qiluvchidir, hammani bilguvchidir dedi. İbrahim: "Ey elchilar, sizlar nima ish bilan avatildinglar?" dedi. Ular: "Biz haqiqatan bir gunohkor qavmni halok qilish uchun avatildik. Ya'ni Lot qavmining ustiga loydan pishirilgan tosh yog'dirish uchun avatildik. Ularning ustiga Parvardigoringning dargohida gunohi haddidan oshquvchilar uchun belgi qo'yilgan loydan pishirilgan tosh yog'diramiz. Halok bo'lmasin deb Lotning shahridagi mu'minlarni sirtqa chiqarib atdik. Biz o shahardan musulmonlardan faqat bir oilani topdik. O shaharda qattiq azobdan qo'rqadiganlar uchun nishon qoldirdik. Musoning qissidimi bir turlik alomat bor. Öz vaqtida uni biz Fir'avnga ro'shan dalil bilan avatdik. Fir'avn o'z qo'shoni bilan iymondan yuz o'rdi. O Musa sehrgardir yoki majnundir dedi. Fir'avnni va uning qo'shonini jazoladik. Ularni dengizga tashildik. Fir'avn ayiblanguchidir. Odning qissidimi bir turlik alomat bor. O'z vaqtida ularga yomon bo'ronni avatdik. O yana bo'ron har qanday narsaning yenidan o'ssa, uni chirigan so'ngakdek titmi talon qilib o'tadi. Samudning qissidimi bir turlik alomat bor. O'z vaqtida ularga sizlar vaqtlik foydalaninglar dedik. Ular Parvardigorning amriga qarshi chiqdi. Ularni chaqmoq aloq qildi. Holbuki ular azobning tushayotganligini ko'zlari bilan ko'rib turadi. Ular azob tushgan vaqtda o'rinlaridan turishqimi, o'zlarini qo'g'dashqimi qodir bo'lolmadi. Ilgari Nuhning qavmini aloq qildik. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Osmonni qudrat bilan barpo qildik. Biz haqiqatan uni davomli kengaytguvchilarimiz. Zaminni yoydik.
Biz nima degan yaxshi yoyg'uvchimiz. Sizlar ibrat elishinglar uchun har bir narsani jup yaratdik. Ey Muhammad, aytqinki, Alloh tarafga qaytinglar. Men haqiqatan sizlarga Alloh tarafidan kelgan ochiq ogohlantiruvchiman. Sizlar boshqa ma'budni Allohga sherik qilmanglar. Men haqiqatan uning tarafidan kelgan ochiq ogohlantiruvchiman. Ulardan ilgirki ummatlarmi shundaq edi. Ularga har payg'ambar kelsila, ular uni bir sehrgar yoki bir majnun dedi. Ular payg'ambarlarni inkor qilishni bir-biriga tavsiya qilishganmi? Hargiz undaq emas. Ular haddidan oshquvchi qavmdir. Ulardan yuz o'rgin. Sen malomat qiling'uvchi emassan. Vaz nasihat qilgin. Vaz nasihat mu'minlarga foydali. Jillarni, insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim. Ulardan men rizq tilamayman va ularning meni oziqlantirishini tilamayman. Allah haqiqatan hammaga rizq berguchidir. Qudratlidir. Allahning quvvati ortiqdir. O'zlariga zulm qilganlardan, azobdan o'tganki halok bo'lgan do'stlarining nasibisidek nasibisi bo'ladi. Bular azobimga aldiratmasin. Kafirlarga va'da qilingan kundan kafirlarga voy.